Erkak kishi kamolotida ayolning o'rni. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy. Hilol nashr 2022-yil 80 bet. 2011-yilda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tomonidan asos solingan. Ushbu risola zamonamizning mashhur ulamolaridan biri Naqshbandiya tariqati Shayx Mavlono Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyning qalamiga mansub bo'lib, unda alloma ayol kishining haq-huquqlari, Allohga bandalik va qurbat hosil qilish hamda buyuk shaxslar kamol topishida ayollarning katta mehnati yotgani haqida so'z yuritadi. Muallif haqida. Qo'lingizdagi asar muallifi zamonamizning mashhur ulamolaridan biri Naqshbandiya tariqati Shayx Mavlono Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hisoblanadilar. U kishi 1953-yilning 1-aprelida Hindistonning Panjob viloyatida dunyoga kelganlar. 1967-yilda o'rta maktabni, 1971-yilda Panjob universitetini muhandislik ixtisosligi bo'yicha bitirganlar. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy dunyoviy bilimlar qatorida diniy ta'limga ham katta e'tibor berganlar. Qur'oni Karimni to'liq yodlaganlar. Boshqa diniy bilimlarni Jomiya Rahmoniya Jahaniya Mandi hamda Miltan shahridagi Jomiya Ulumiya nomli ta'lim muassasalarida olganlar. Alloma ilk faoliyatini Pokistonning eng nufuzli sanoat korxonasida injener-mexanik bo'lib boshlaganlar va bosh muhandis lavozimigacha ko'tarilganlar. 40 yoshga yetgach, egallab turgan lavozimidan iste'foga chiqib, diniy ilmlarini rivojlantirishni maqsad qilganlar. Tasavvufga bo'lgan qiziqishlari Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyni zamonamizning juda ham ko'p olim va fozillari huzurida ilm olish va izlanishlar olib borishlariga sabab bo'ldi. 1983-yilda esa Naqshbandiya tariqatining murshidi Hazrat Hoji G'ulom Habib rahmatullohi alayhi tarafidan u kishiga xalfalik maqomi berilgan. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hafizahulloh 1992, 1998 va 2018-yillarda O'zbekistonga tashrif buyurganlar. Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari hozirda Lohur shahrida istiqomat qiladilar. U kishining asarlari qatorida qalb egalarini larzaga keltiradigan voqealar, Ramazon oyi barakoti, badnazarlik, duolarni qabul bo'lmaslik sabablari, gunohlardan tavba qilinglar, foydali ilm, hayo va iffat, Rasulullohga oshiq bo'lish, ayollar uchun tarbiyaviy o'gitlar, Lohurdan Buxoro va Samarqand tuprog'igacha, Naqshbandiya silsilasining kundalik vazifalari, ilohiy muhabbat, salomat qalb, faqrning munojotlari kabilarni sanab o'tish mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha narsadan o'zi kifoya qiluvchi zot. Alloh taologa hamd va sanolar va uning tanlangan bandalari payg'ambarlariga salovat va salomlar bo'lsin. Shariatning hukmlari bo'lmish farz, vojib kabi amallarni bardavom bajarib, gunohi kabira va makruh ishlardan saqlanish, Fotiha surasida ta'kidlanganidek sirotol mustaqim, ya'ni to'g'ri yo'ldir. Bu yo'ldan og'ishmagan banda ruhan taraqqiy topib, eng yuqori daraja bo'lmish ma'rifat, ya'ni Alloh taoloning tanish darajasigacha yetib boradi. Ikki olam sarvari sallallohu alayhi va sallam payg'ambar etib yuborilganlaridan so'ng insu jins, erkak u ayoldan birontasi u zotga to'liq ergashmay turib Alloh taoloni rozi qilish maqomiga yetishmagan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga muttasil itoat etish natijasida kishining ichki olami nurga to'lib, xohish istagi faqat Alloh taoloni rozi qilishdan iborat bo'lib qoladi. Natijada inson Allohga muqarrab bandaga aylanib, solih kishilar qatoridan o'rin oladi. Bu ummat tarixida bunday shaxslar juda ko'p. Alloh taoloni tanish, ya'ni ma'rifat darajasiga erishish erkak u ayolga birdek ochib qo'yilgan. Bu maqomni topish uchun bizlardan unga intilish, shariat ko'rsatmalariga og'ishmay amal qilish va ustimizda tinmay ishlash talab etiladi. Erkakmi yo ayolmi kimda kim mo'min bo'lgan holida biror ezgu ish qilsa bas, biz unga pok hayot baxsh eturmiz. Nahl surasi 97-oyat. Allohim Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam va u zotning oilalariga salovat va salomlarimizni yetkazib, ustilarimizga barakotingni yog'dir. Haqiqiy banda kim? Inson bu dunyoda bir necha kunlik mehmondir. Bu dunyoga u na o'z xohishi bilan keladi va na o'z xohishi bilan ketadi.
Mazkur vaqt oralig'ida o'z xoyu-havaslariga ko'ra hayot kechirishga bandaning haqqi yo'qdir. Uning hojasi va yaratguvchisi Alloh uni yo'qdan bor qildi. Bas inson uning amri bilan bu dunyoga keladi va uning amri bilan bu dunyoni tark etadi. Odamzod Allohning buyruqlariga quloq solib, amal qilib yashasa najot topadi. Yashashdan maqsad Alloh taologa bandalik qilish. Hayotdan maqsad esa Alloh taoloni zikr qilishdir. Alloh taologa qullikni o'z o'rniga qo'ygan kishi haqiqiy ma'nodagi bandadir. Aksincha bo'lganida esa u nopoklik, yolg'on yashiq va aldov iskanjasiga tushib qolgan bo'ladi. Alloh taologa muqarrab bo'lishda erkak va ayol tengdir. Alloh taolo erkakka ham, ayolga ham o'ziga yaqinlashish, qurbat hosil qilish eshiklarini ochib qo'ygan. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday deyiladi: erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biror ezgu ish qilsa, bas biz unga pok hayot baxsh eturmiz. Nahl surasi 97-oyat. Ayollar orasida avliyolik darajasiga ko'tarilish faqat erkaklarning ishi degan noto'g'ri tushuncha keng tarqalgan. Ularning ko'pchiligi bizning ishimiz namoz o'qish, ro'za tutish va uy yumushlari bilan mashg'ul bo'lishdir. Shu bizning hayot tarzimiz qabilida fikr qiladilar. Aslida esa islom tarixiga nazar solar ekanmiz, bu ummatning ayollari dinda nechog'lik kamolot topganlari va ilmda ko'plab muvaffaqiyatga ega bo'lganlari kundek ravshan bo'ladi. Tarixda ayollar ham kecha-yu kunduz din ishlari bilan mashg'ul bo'lganlar hamda avliyolik darajasini topishda erkaklardan qolishmaganlar. Alloh taologa muqarrab bo'lish, uni tanish va rizoligiga erishish erkaklar uchun qanchalar muhim bo'lsa, ayollar uchun ham shunchalik zarurdir. Bunga erishish esa diniy ilmlarni chuqur o'rganish va ularga ixlos bilan amal qilish orqali bo'ladi. Ilm olishga bo'lgan amr erkagu ayolga birdek tegishlidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir dedilar. Ilm talab qilish erkaklar uchun qanchalar muhim bo'lsa, ayollar uchun ham shunchalar zarurdir. Ulug'lar aytadi: bir odamning o'g'il va qiz farzandlari bo'lsa, yo'q, ikkisidan faqat bittasini o'qitishga qurbi yetsa, qizini o'qitishi kerak. Sababi, o'g'il bolaning o'qishi bir kishining o'qishidir. Ayol kishining o'qishi esa butun bir oilaning ilmli bo'lishidir. Ayollarda diniy savodxonlik ortsa, kelgusi nasl ilmli va go'zal tarbiyali bo'ladi. Diqqat bilan nazar solsangiz, albatta bu ummatning har bir yetuk, kamolot topgan erkagi ortida qaysidir fidoyi ayol mehnati bor ekanini ko'rasiz. U ona yoki singil, jufti halol yoki qiz farzand qiyofasida namoyon bo'ladi. Buyuk shaxslar ortidagi ayol mehnati. Har bir yetuk shaxs ortida ayol mehnati yotadi. U ona, singil, ayol yoki qiz farzand bo'lishi mumkin. Quyida bunga bir necha misollar keltiramiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning mahbubi, payg'ambarlar sayyidi va farishtalarning imomidirlar. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga mana shunday maqomlarni berganlar. Bunday bo'lsa-da, ilk vahiy nozil bo'lganida u zot qattiq bezovtalanib uylariga kelib, ayollari Xadicha onamizga "Meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar" dedilar. Chunki o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalomni birinchi bor ko'rishlari edi. O'sha paytda payg'ambarimiz Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qalblarida kuchli qo'rquv, xavotir paydo bo'ldi. Hadisda bu voqea shunday bayon etilgan. Mo'minlarning onasi Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boshlangan ilk vahiy uyqudagi solih tushdir. U zot biror tush ko'rsalar, tong yorug'idek aniq o'ngidan kelmay qolmas edi. So'ngra u zotga holi qolish mahbub qilindi. Hiro g'orida holi qolib, ahllarining oldiga tushishdan avval u yerda bir necha kecha tahannus, ya'ni ibodat qilar edilar. Buning uchun ozuqa g'amlab olar edilar. So'ngra Xadichaning oldiga qaytib, yana o'shancha ozuqa g'amlab olar edilar. Nihoyat Hiro g'orida ekanlarida u zotga haq keldi. Farishta kelib, "O'qi" dedi. "Men o'qiguvchi emasman" dedilar. U zot aytdilar. Shunda meni tutdi va qisib, qiynab ham qo'ydi. Keyin qo'yib yuborib "O'qi" dedi. "Men o'qiguvchi emasman" dedim.
So'ng meni ikkinchi marta tutdi va qisib qiynab ham qo'ydi. Keyin qo'yib yuborib o'qi, dedi. Men o'qiguvchi emasman, dedim. So'ng meni uchinchi marta tutdi va qisdi. Keyin qo'yib yuborib, yaratgan noming bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing eng karamlidir, dedi. So'ng payg'ambarimizning qalblari larzaga tushgan holda ular oyatlar bilan qaytib Xadicha binti Huvaylid roziyallohu anhuning oldiga kirdilar-da, meni o'rab qo'yinglar, dedilar. U zotni qo'rqinchlari ketguncha o'rab qo'yishdi. Keyin u zot Xadichaga xabar berib, o'zimdan xavotirlanib qoldim, dedilar. Shunda Xadicha, yo'q, Allohga qasamki, Alloh sizni aslo sharmanda qilmaydi. Chunki siz silai rahim qilasiz, og'irni yengil qilasiz, yo'qsillarni qo'llaysiz, mehmonga mehmonnavozlik ko'rsatasiz, haq yo'lda boshga tushgan kulfatlarda yordam berasiz, dedi. So'ngra Xadicha u zot bilan otlanib, amakivachchasi Varaqa ibn Avfal ibn Asad ibn Abdul Uzzoning oldiga boshlab bordi. U johiliyat davrida nasroniylikni qabul qilgan kishi edi. Ibroniycha yoza olar, Injildan Alloh xohlaganicha ibroniycha yozardi. U ko'zi ojiz bo'lib qolganda katta yoshli qariya edi. Xadicha unga, ey amakivachcham, birodaringizning o'g'liga quloq soling, dedi. Varaqa u zotga, ey birodarimning o'g'li, nimani ko'ryapsan, dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ko'rganlarini aytib berdilar. Varaqa u zotga, bu Alloh Musoga tushirgan nomusdir. Qaniydi qavming seni haydab chiqarganida tirik bo'lsam, qaniydi o'shanda navqiron bo'lsam, dedi. Shunda payg'ambarimiz, ular meni haydab chiqarishadimi, dedilar. Ha, sen olib kelgan narsani keltirgan kishi borki, unga albatta dushmanlik qilingan. O'sha kuningga yetsam, senga katta yordam beraman, dedi Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Rasululloh Xadicha onamizning so'zlarini eshitgandan keyin biroz xotirjam bo'ldilar. Habibimiz Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ayol mehnati Xadicha onamiz siymosida gavdalanadi. U nafaqat qiyinchilik kunlarda Rasululloh akram sollallohu alayhi vasallamga tasalli berib, dalda bo'lib turar, balki nikohdan keyin butun mol va davlatini u zotning oyoqlari ostiga tashlab qo'ygan edilar. Xadicha onamizning bu boyliklari ilk islom davrida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda katta foyda va ko'mak bergan. Xulosa, Rasulullohning hayotlarida ayol mehnati zavjalari Xadicha onamiz qiyofasida namoyon bo'lgan.